Assalomu alaykum. Sizlar bilan muhim kanal. O'zbekistonning 8 ta viloyatida sel suv toshqini xavfi e'lon qilindi. Kanalimizga obuna bo'ling va bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Joriy yilning 19-22 aprel kunlari kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida, Surxondaryo viloyati Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Muzrobod tumanlarida, Samarqand viloyati Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrabod, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlarida, Jizzax viloyati Zomin, Baxmal, G'allarol, Sharof, Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyati Ohangaron tumani, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyati Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyati Sho'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida, Andijon viloyati Andijon, Asaka, Jo'laquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida, tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'ralgan. Shuningdek, respublika hududi bo'yicha yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkin.